do'st qidirmang, do'st izlash shart emas. Duch kelgan odam do'st bo'lib ketaveradi. Chunki sizda nimadir borda, manfaat bor, u uchun nimadir bor, umidi bor. Keginchi, qani o'sha do'stlar qaysi biri atrofimizda qoldi, qani? Lavozimdan ketgandan keyin, pullar kelishi to'xtagandan keyin nechtasi qoldi atrofimizda, birodarlar? Nechtasi qoldi? Qani ular? Telefon qilsa ko'tarmasa, ko'rib ko'rmaganga olsa, kecha eshigimiz oldida zor edi biz bilan bir marta o'tirib bir marta gaplashib olishlikka. Ota-onamizdan boshqa kim qoldi? Men shunday insonlarni ko'rdim. Hammasi boy, ishbilarmon, pul ko'p, ulfatlar, endi hamma joyda ulfat. Shundoqlarni ko'rdimki, bitta noxush xabar bo'lib, "Ey, eshitdilaringmi? Palonchini olib kirib qo'yibdi-ya ani yerga" desa, o'sha eshitgan do'stlar hammasi o'sha olib kirib qo'yilgan do'stini kontaktdan o'chirganlar.